Mana bu Simsim bozorini sizlarga tushuntirsa, biz hozirda Andijondan keldik. Namanganga kirdik hamda Uchiga kirdik. Undan keyin mana Chortoq sentrga kelib ozgina yurdik. Mana shu yerda Simsim bozori. Hozir sizlarga to'liq ko'rsatib beramiz. Mana o'sha Simsim bozorining do'koniga kirdik. Mana ayollarimiz uchun har xil materiallar ko'rishingiz mumkin. Yangicha gullar. Endi buni ko'proq ayollar yaxshi tushunadi. Mana rulonlar qancha kerak bo'lsa bor ekan. Bosilib yotibdi. O'zimiz Namanganda mana Andijondan keldik. Ko'rasizlar. Buni ayollar juda yaxshi tushunadi. Videoni ko'rayotgan erkaklarimiz ayollarga ko'rsatsanglar, "Obor o'sha yerga" deyishvoradi. Juda ham turi ko'p ekan. Ko'pligidan mana o'sha hamma olib taklagan ham ulgishmayapti ekan mana. Bu yoqlarda ham bor ekan. Biz tushunmaymiz-ku. Uydagilarni olib keldik. Har xil materiallar. Endi nariga qatoriga o'tamiz hozir. Hoppale. Mana yana bir boshqacha gullar ekan bularning. Mana yana boshqachalari. Betlar akalar Chortoqqa qaraydimi endi? Namangan viloyati Chortoq tumani. Obunachilar yana bitta xonasiga kirdik. Bu yerda asosan bu lekin hammamizga kerak. Mana misol mana bunaqa narsalar o'tiramiz uyda to'shaklar, o'shalar ustiga qoplagani shunaqa narsalar ekan. Baxmal deydimi yana boshqa narsalar. Bu yerda ham o'pshim ko'p ekan. Mana bunaqasidan dislam. Buni ayollar ko'rsatsanglar, manzili qayerda ekan so'raginchi deb qolishadi. Mana har xil materiallar bor ekan mana. Olavering. Mana bunaqa qoplari ham bor ekan. Mana ko'raverasizlar. Mana bunaqa to'shaklar. Mana bunaqa to'shaklar. Bunaqalari chiqibdi. Qisqasi turi juda ham ko'p ekan. Mana bular. Puli borga zo'ri bor aka. Ha? Atsangiz bo'ldi. Bo'ldi aka. Bitta pullar kelayapsiz, vagona tavara chiqib. Xo'p bo'ladi. Mana bunaqalari ham bor ekan. Bu yoqda ham mana har xil materiallar bor ekan. Mana bu yerda bunaqalari ham bor ekan. Bu yerda manzilni Telegram gruppamiz bor, savdo sayohat deb. Pastda silkalari ham bor. Lokatsiyasini tashab qo'yganmiz. Bemalol olib, ko'rib, ma'qul narsalar bo'lsa, olib ketsanglar bo'laveradi. Foydamiz tegib qolsa xursand bo'lamiz biz. Shu videoni ko'rganda, shu imkon bo'lsa, shu bitta like bosib qo'ysanglar. Tekin like. Kiramiz mana bozorga. Shu bozorlar ham polni shunaqa bozorlar ekan. Bu podvallar ham, hozir podvalga ham kirib ko'ramiz. Mana shu materiallar mana hamma yoq bor. Mana shu Simsim bozori. Ko'raverasizlar mana har xil narsalar.